Drabilkani zo'ri bormi? Sholib olmaydigan ham toq. Bu hali akalarim ko'p so'rayotgani, bizga zo'ri kerak, pulni qiziq bosgani, lekin hozir biz pulni ham arzon joyini topib qo'ydik. Assalomu alaykum omajon. Ya, assalomu alaykum Jasur aka. Hola, yaxshimi? Keling aka. Bizga drabilkani zo'ri kerak. Bo'ldi aka. Tushunmisiz? Anjon, nima chiqarish kerak aka? Mana qarang, ko'pchilik so'ragan, sholib bog'ini maydalab beradimi degandi. Mana Sholipoxon. sholib bog'ini o'zim bilan olib keldim. Bo'ldi aka. Chiqarib beramizmi? Qo'ya ham olib keldingiz. Qo'ya olib keldim. Bo'ldi, chiqarib ko'rsatib beraman aka. Qani, nima chiqarib beradi biz drabilka? Aka, don, o't, nimaki narsa bo'lsa olib kelsiz chiqarib beriladi. Hozir Sholipoxonni chiqarib beramiz. Narxlari narxlari. Aka, narxlarni sindirib beramiz. Doimgidek Arzon bo'ladimi? Arzon beriladi. Like bosib turgan akalarimgacha. Like bosib turgan akalarimizga 100 ming so'mdan skitkasi bor. Ana bo'lsa. Bonuslari ham bo'ladimi? Bonuslari ham, o'yinlar, kommentariyalar, shoular hammasi bo'ladi aka bugun. Assalomu alaykum hurmatli Jasurus kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, aziz chorvadorlar. Bugun sizlarga bizni hamkorimiz Ulug' brendi ostida ishlab chiqarayotgan Universitet Drabilkani chiqaramiz. Omonjon do'stimiz bilan akalar sifati o'zgarmagan holatda narxlarni sindirib beramiz. Sizlardan bir dona iltimos, like bos. Bu pul megavat olmaydi. Mana shu videoni ko'proq ko'rish uchun kerak xolos. Shu videoni ko'rib turib, Drabilkani turib ishlatib foydalansa, masalan, hisobi sizga ham, bizga ham kelib turadi. Shuning uchun akalar likelar va maksimal darajada qo'llab-quvvatlab tursangiz, hattoki bepulga drabilka beramiz. To'g'rimi? Bepulga drabilka beramiz, bepulga. Video boshlayapti, mana shu video ostida 1000 ta like qilsa, bitta drabilkani bepulga beramiz. 2000 ta like qilsa-chi? Ikkita drabilka. 3000 ta bo'lsa-chi? 3 ta drabilkani bepulga xonadonlarga yetkazib beraylik. Bundan ham ko'proq berish iloji bormi? Bor. Agarda bu shartni men aytaman, 5000 ta like, 5000 ta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, 10 ta drabilkani beraylik, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Ketdingmi? Ishlashlar bilan, narxlar bilan video davomida ko'rsatamiz. Bismillah. Hurmatli obunachi, mana drabilkalarimiz bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Bir-biridan zo'r, xudo xohlasa mustahkam, hamma apparatlari yangisidan so'ragan aka, sveji, masalan, ishlatilmagan, birinchi bo'lib sizlar ishlatadigan apparatlar. Omajon, sog'lik yaxshimi aka? Ya, assalomu alaykum Jasur aka. Nima gaplar? Assalomu alaykum. Tanjonsiz, charchamasdan. Olyapsizlarmi? Mehnatlar bilan. Aka keldik yana bir qator zavodimizni ko'rsatamiz, apparatlarni ko'rsatamiz, narxlarni tanishtiramiz, qanaqa yangiliklar bo'lyapti, chegirmalar bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, o'shalarni bir qator ma'lumot bersak, videoni boshida aytib o'tib ketaylik. Hali nima desa bo'ladi? Oxirigacha masalan, hali nima desa bo'ladi? Bir xilga odamlar aytayapti, qiziq joyini boshida qilib beringlar deyapti. Qiziq joyi bugun rosmona aksiya bo'ladi aka. Aksiya bo'ladi. 2 million 200 ming so'm chiqarayotgan drabilkalarimizni aksiya narxda qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatib tursin. Videoni ko'rganiga arziydi, xudo xolasa aksiya narxda, skidga narxda qo'yib beraman. Baraka top. Birinchi bo'lib qaysi drabilkadan boshlaymiz? Qo'rting. Jasur aka, eng xadovoy, eng universal, to'liq quruq don, o't tanlamaydigan xonadonga eng xadovoy ketayotgan apparatlarimizdan aka bu. Bismillah. Mana shu drabilkamiz. Holatlari ixcham, chiroyli, eng xadovoy, eng universal, xalqimizga yoqib kelayotgan, suyib kelayotgan hoji ota, hoji ona bir nima desa bo'ladi, bir maza qilib ishlatadigan universal drabilkamiz. Katta vipiskasi. Hop. 54 ga 54. Razmer. Chiqishlari kattalashgan varianti. Hop. Vakuumli o'zi bilan changni betga urmaydi, havo to'sqichlari bor. Zaslonka qopqog'i. Zaslonkasi mana. Xo'p, bu donli mahsulotlar. Donli mahsulotlarga battan sotali makkash qattiq mahsulot. Eng qiziq aka, buni nimasi bo'ladi? 2 kishi ko'tarib yurish shart emas. Bemalol masofadan masofaga bemalol yetalab yursa bo'ladi. Masofadan masofaga bemalol yetalab yursa bo'ladi. Yana keyin aka, buni eng qiziq joyi, eng qulay tomoni Ulug' drabilkasini nima desa bo'ladi? Haqiqiy oson, qulay variantini ko'rsatib o'tamiz. Aka, naborda 4 xil nasatkasi bo'ladi. Birinchisi mol bopi, qo'y bopi, yorma, kepay holatga keladi. Setkalari ham qalin setkasida. Yaxshi. Buni eng qizig'i aka, setkalari yonboshdan tushishga juda ko'pchilik ishqiboz bo'lyapti aka bu. Bir degani solasizlar mana. Osongina. Shunday tortadi, chiqaveradi. Osongina shuni almashtirsa bo'laveradi aka. Bemalol masofadan masofaga yetalab yursa bo'ladi. Buni o'sha 4 xil nasatkasi bor aka mana. Shuni bitta drabilkada hammasini qo'shib beramiz. Hammasini qo'shib beramiz. Bu setkalar ham bemalol olib solsa bo'laveradi. Yangi bo'ladi. Osongina bemalol kirib chiqaveradi. Xo'p, motori qanaqa bo'ladi buni? Xo'p,
buni motorini ko'rsatadigan bo'lsak, Titan motordan qo'yilyapti, original 3,5 kilovatlik Titan motordan qo'yib beryapmiz aka. Titan motorimiz bo'ladi aka. Xo'p, o'zida teploshka, zashnilari, kulchatlari bor aka. Xo'p, yana keyin buni pichog'ini ko'rsataylik aka. Eng qizig'i pichog'i kuydirilgan o'sha germanskiy original pichoqlar. Bu listmi, mahaviy? List yengil pastokka ishlayveradi, 160, bemalol 150 ga ham ishlab beryapti. 160-150 volt tok bor joylarda Bemalol ishlab beraveradi. ishlab beradi. Tok tanlamas ekan. Tok tanlamaydi. Tok tanlamaydi. O'sha yengil mahaviy xonadonga, kabellarga nagruska bermaydi aka. Buni tishi 18 talik bo'ladi. 18 talik bo'ladi. 18 talik bo'ladi. Mana shu 3,5 kilovatlik Titan motor, original motorimizga qo'yib beryapmiz aka. Buni hop narxi o'sha 2 million 200 ming so'mdan chiqarilyapti o'zi. Bugun skidka narxda aka. Xudo xolasa obunachilarimizga aka, mana shu drabilkamiz aka 2 million 100 ming so'mdan qilib berdik aka. Tamam. 2 million 100 ming so'mdan. Nima desa bo'ladi? Ko'nimizga yo'l topib, aloqada chiroyli gaplashib berganimizda, salom alaymiz, yaxshi bo'lib, aka-uka chiqib qoladigan bo'lsa aka, yana 100 ming so'm skidka qilib beramiz, 2 million so'mdan berib yuboramiz aka. Skidka narxda. Faqatgina joyimizdan chiqayotgan narx aka. Dastavkasi joyiga qarab, kelishilgan narxda aka. O'sha 2 million 200 ming so'm chiqayotgan drabilkamiz 2 million so'mdan skidka narxda bo'ldi aka. Hammasi. Xo'p, akalar keyingisi. Keyingisi aka, motori o'sha 6 lik. 6,5 lik bo'ladi aka. Original Alfa Grand degan motorimizdan. Nimasi bo'ladi? Motorlarda moshniy, baquvvat yaxshisi aka. Pichog'i buni kilovat kattaligi uchun mahaviy qo'yamiz mana. Mahaviy qalin, Tishlari ko'p ekan-a? tishlari ko'p, zavodskiy mahaviy, suvarga tegmaydi aka. Original. Bu ham o'sha kuydirilgan. Buni pichog'i 24 talik bo'ladi. 4 talik bo'ladi. 24 talik bo'ladi. Kilogrammi og'ir ekan-a? Kilogrammi ham aka og'ir bo'ladi, anchagina og'ir. Nimaga? Zavodskiy mahaviy aka. Balanslari ham bitada chiqadi. Hampasi Bir xil. Korpus hamma yoq turishi bir xil. Motoriga qarab narx o'zgaradi. Shunday. Motoriga qarab, pichog'iga qarab narx o'zgaradi. Necha pul hozir mana motorda? Bular 2,5 million so'mdan chiqaryapmiz aka. Joyimizda. Joyimizdan 2,5 million. Skidka narxidan 2,5 mi? Skidka narxda 2 million 400 ming so'mdan chiqarib beramiz aka. 2 million 400 ming so'mdan skidka narxda chiqarib beramiz aka. Mana shu apparatimizga deylik, yengilroq motor qo'yib, yanada endi bundan kichikroq motorlar ham bor. Yengilroq motor esa eng arzon necha pulga chiqishi mumkin? Agarda yengilroq motor qo'yib beravering, mani bitta ikkita molim bor, menga xo'jalikka bo'laveradi desa, 2,2 kilovatli motorimiz bor, 3 kilovat, 2,2 kilovatli motorimiz bor. Ular 1 million 700 ming so'm chiqaveradi aka. 1 million 700 ga mana shu ko'rinishdagi universal turishda, holatda bo'ladi. Universal 1 million 700 ming so'm aka. Nimaga arzon? Aka, xalq duo qilib, podдержкада bo'lib turgani uchun aka, xudo xolasa olov drabilkasi qo'llab-quvvatlab xalqimiz podдержкада bo'layotgani uchun xudo xolasa mehnatlarni oxirigacha qilamiz. Bittadan like bosib tursa aka, xudo xolasa keyingi videolarimizda kerak bo'lsa narxlar yana sindirib berilaveradi aka. Eng arzon necha pul chiqadi? Aka, bizning videomizda eng arzoni doimgidek 1,5 million so'm chiqadi aka. 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming. Xalq maza qilsin. Mana o'sha kichkintoy drabilkamiz bitta ko'rsataylik. Akalar, 1 million 400 ga drabilka bormi deysizlar? 1 million 400 ming so'mga drabilka bor. Xalq maza qilsin. Shunchalik bo'ldi. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 100 dollar. 100 dollar. 100 dollarga ham drabilka berasiz. 100 dollarga ham drabilkamiz bor. 100 dollarga ham drabilkamiz bor. 200 ming bo'ladimi? 1 million 200 ming so'm. Bu motori nima bo'ladi bunda? Motor aka 1 kilovatli, don mahsulot, sotali makka, hamma narsa chiqaraveradi aka. Mana sotali makkalar bemalol chiqaraveradi. Endi buni aytamiz, nima desa bo'ladi? Hali to'q boqadigan, qush boqadigan o'sha akalarga tavsiya qilamiz. Mol chorvalarga bu kattalarni tavsiya qilamiz aka. Endi apparatlarni bir xil ishlashini ko'rsatamiz-da. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zimiz zavod. Boshqa joydan olib kelib sotayotganlar bilan solishtirib ko'ring. Mana hamma narsa o'zimizda. Bu tarafda mana tayyor kraska tayyorlari bor akalar. Bu yerda o'zini mana tishlari terilayotgan joylari bor mana. Ko'ringlar mana. Qanaqa holatda ruchnoy qilinyapti mana hammasi o'zimizni brend, o'zimizni mahsulot. Qaranglar. Mana hamma zapasi bilan. Xudo xolasa lazer apparatlarimiz o'zimizda bor. Bu tarafni zavodning ichki qismi hozir ustalar bo'ldi, jo'natdik, ertaroq jo'natdik. Nimaki o'zimiz hozir sal tinchroq syomka qilaylik deb. Shunday. Mana bu tarafda apparatlarimiz bor, orqa tarafda kraska qilingan joylari, bu tarafda o'sha kraska qilingan joylari. Xullas,
Zavodda bir o'rtacha plus 15 ta odam ishlaydi. Shunday, xudo xolasa 15 ta odam ishlayapti, xudo xolasa. Akalar, Omonjon ham yosh bo'lishiga qaramasdan mana xalqimizni hali ishlaydi bas, ish beruvchi bo'lib, o'z faoliyatini olib boryapti-da. Albatta aka. Shuning uchun ham bir qo'lab podashka bo'lib tursangiz, bunaqa qilib arzon qilsam chiqarishim oson emas. Avvalo 1 yil bo'lyapti, narxlarni tushirib bergan mana shu bola 2,5 million, 3 million, 3,5 million sotilayotgan paytda Shunday. bu bola chiqdi. Narxlar o'sha paytda 2,5 millionga tushirgandingiz. Shunday 2,5 millionga Eng avvalo tushirganmiz. 2 million 800 bo'layotgan paytda 2,5 millionga o'sha paytda 2,5 chiqib million tushirgandingiz-a. Unda motor kichikroq edi. Hozir sekin bora mana boshqalar ham narxni tushirdi. Raqobat baribir. Raqobat. Sifati tushirmagan holatda narxni biz tushirdik, boshqani tushirdi. Endi biz yanada nima deydi? O'zimiz mahsulot bo'lgani uchun yanada biz tushiryapmiz. Aka, yana bitta narsani aytib o'taylik. Motorlarimiz yangi bir qator shuni korobkadan buzib qo'yamiz. Mana korobka yashillarda keladi aka. Yangi motorlarda qo'yib beramiz aka. Bir xilgilar aka, kerak bo'lsa eski motor qo'yib ham masalan arzonroq sotishyapti. Bizda yangi korobkadan buzamiz, qo'yamiz aka. Yangi motor. Listlarga ham qarasangiz, konteyner mahsuloti bas. Yangi listlar material ham bunday yangi materiallardan qo'yamiz aka. Yangi, mana kraska sepilmagan holatlari, turishlari aka, xudo xolasa. Material tomoniga ham aka, xudo xolasa 6 oy garantiyasi bor. Xo'p, Jasur aka endi bir qator ko'rsatib o'taylik aka. Xo'p, nimalar? Birinchi o'rinda bug'doyimizni chiqarib beramiz, bug'doyimizni. Qaramiz. Keyingi o'rinda o'qalangan makkamizni, keyin sotali makkamiz ozgina tugab qoldi. O'qalangan makkani safar chiqaramiz. Eng qizig'i sholipoxol. Sholipoxolni chiqarib ko'rsatib beramiz. Sholipoxolni, somonni, keyin poyani chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Bir vosita masalan bug'doyni chiqarib ko'rsatib beraylik. Bosing, qani. Bismillah. Akalar, realniy holatda ketdi. Sotuvlari. Sizlar akalar ketyapti. Tang holatda chiqyapti. Bu bemalol kepak holati deyiladi. Shunday chiqarib beraveradi. Qo'l ketadi. Gravikamizni dom mahsulotlar chiqayotganda ozgina 1 sekund ishlab turishini tavsiya qilamiz. Nima deyapsiz? O'tiraver. Keyingisi endi sotali makka va bug'doy chiqarib beramiz. Birinchi sotali makkani tashlab beramiz. Sochini bitta ko'rsataylik. Zo'r. Xo'p. Bir qator chiqqan mahsulotlar ko'rsatib qo'yaylik. Hozir o't mahsulotlarini gallashib qolmasin. Hozir bundan ham olaylik-da. Farqini mana. Nima deyapsiz? Mana shunaqa bug'doyni bizning apparatlarimiz un holatiga keltirib beradi. Agarda sal kattaroq desalaringiz, makka jo'xorini shunday yorma holatga kelgan holati bu. Yorma holatga, ya'ni burlet cho'jalar boqaman deganlar yoki tovuq qushlari bor insonlarga zo'rda mana. Chiqarib beradi. Endi o'tli mahsulot chiqarib beramiz. Xo'p, o'tli mahsulotlar chiqarib beramiz. Bismillah. Bosdik. Birinchi o'rinda poyamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Poyani. Bir vaqtda solamiz Jasur aka. Bismillah. Boryapti maydalar. Tomon haydang. Ha, sholipoxolmi? Sholipoxol. Sholipoxolni chiqarib beramiz. Qancha? Qancha sholipoxol? Chiqaradimi? Chiqarmaydi deganlar. Sholipoxolni ham chiqaradi. Tomonni. Ketgan sholing. Sholipoxolni sepkali variantda chiqarib beraylik. Sholipoxolni sepgan chiqaraman deyapti bola. Ketgan bir degani solasiz. Qani ko'ringlar-chi. Sholipoxolni sepgan chiqararmikan?
Sholi baholda setkali varianti bu. Ketdi. Akalar ko'rasa, solib qo'ygan chiyal bo'ladi. Antamda apparatlar chiqarib beramiz. Zo'r. Endi Jasur aka, sholi baholda qo'y bob setkasida bitta chiqaramiz. solib qo'ygan qo'y bosib chiqaramiz. Akalar setkasi oling, qo'y bob setkasida solib qo'ygan. Chiqardimi deganlarga? May holada chiqarib beradimi deganlarga? So'ringlar. Qo'y bob setkasida ancha munchasi chiqarmagan lekin. Ha, qarang. Ha, inshaalloh bahol bo'ladi deyapti. Begabi, otenga rahmat falon deb like deb o'tgan ustalar mehnati qo'llab-quvvatlanglar. Zo'r. Begabi. Ha, hurmatli obunachilar. Apparatlarni bir qator ko'rsatdik. Bor holicha ko'ringlar. Bismillah. Olib keling. Mana shunaqa katta sholi poxolni, Sholi baholda qani Jasur aka? mana shu sholi poxolni shu holatga keltirdi apparatimiz. Bu Qo'y bob setkasida. videoni pauza qilganimiz yo'q. Qo'y bob setkasi chiqaryapti. Buni molga shuni bersa bo'laveradi mana. Qo'y bob setkasida sholi bahol somonbas. Somonimiz mana bu yerda turibdi mana. Hali turibdi somon Mana chiqaradi. somon turibdi. O'zi O'z ozgina. chiqarib somonni uqalaveradi akalar. Bu gugu mana qaranglar, gugu cho'pini yarimtasi ham emas, mana kichkina. Kichkina qilib chiqaryapti. Men Jasur aka sholi bahol chiqarganda anu to'g'ri Somon. somonni bemalol chiqaradi-da. Bemalol chiqarib anaqa Omajon, beradi. qarang. Vohali akalarimizni, Xo'p. masalan, yantoq, Aha, shunaqa qattiq dag'al mahsulotlarni chiqaradimi? chiqaradi. Yantoqmi, nimaki bo'lsa bemalol chiqaraveradi. Yantoqqa ham masalan nechta berganmiz, hamma akalarimiz maza qilib ishlatishyapti aka. Xudo xolasa hamma narsa chiqaraveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilishaversin, aloqa xohlasa, qilishsin. aloqaga Xudo chiqishaversin xolasa chiroyli qilib narxlarda arzon qilib, dastavkani qilib berib, olib borib berasiz. Chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Baraka toping.